Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun yakshanba ekan, kalendarga qarasam, xo'p, nima qilyapman? Chiroyli bir joyga keldim. Mana satsapatlarning ajali juda ko'p odam. Mana bu yerda ham shuncha ko'p odam. Va bugun dam olishga qaror qildim. Shunday, chunki ishxona yopilgan. Shu sabab faqat oddiygina dam olish, sayr qilish bilan cheklanib qolamiz. Xo'p, kuzatavering, qiziqarli ma'lumotlar tushib qolsa bo'lishib o'taman. Obuna bo'ling, like qo'ying, shunaqa hamma aytadigan gaplar. Xo'p, sog' bo'ling, bo'ldi.